Hurmatli fuqarolar, ayni paytda kadastr xodimlari joylarga chiqqan holda xatlov ishlarini amalga oshirishmoqda. Bu jarayonlar orqali 2018-yil 1-maygacha qurilgan, ammo hujjatsiz bo'lgan turar joylar, yordamchi bino va inshootlar aniqlanib, ularga huquqiy maqom berish ishlari davom etmoqda. Xatlov har bir mahallada amalga oshiriladi va o'lchov ishlari uchun sizdan to'lov talab qilinmaydi. Xodimlarimiz mahallangizga borishganda uyda bo'lishga harakat qiling, hujjatlaringiz bo'lsa tayyorlab qo'ying, kadastr xodimlariga xolis va to'liq ma'lumot bering. To'plangan hujjatlar o'rganib chiqiladi. Ijobiy xulosa olgan fuqarolarga xabarnoma yuboriladi. Xabarnoma asosida bir martalik to'lovni amalga oshirganlarga xalq deputatlari viloyat kengashi tomonidan huquqlar e'tirof etiladi.